Fabriga. Ajoyib onlar. Ha? Ularga shu musiqa bo'lsa o'ynab ketishsa. Ketdi. 2026-yilgi chempionlar hozir rasman kubokni qabul qilib olishadi. Trump, Infantino ikkalasi baravariga. Xo'sh, to'g'ri ila aylanadigan video ko'rib qoling jonli efirda. Trump qolmoqchi. Lekin o'sha mashhur raqsini ham ijro etib berdi. Xo'sh. Ispaniya jahon chempioni. Tabriklaymiz. Ispaniya futboli muxlislarini 100% munosib jamoa. Birorta uchrashuvda shubha qoldirmadi. Faqatgina birinchi turda Cabo Verde. U yerda ham kartina taxminan shunday edi. Agar Vaziniyaning seyvlari bo'lmaganda, o'yinda ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yurtimizda Ispaniya terma jamoasining ko'plab muxlislari bor. Chunki o'sha endi mana shu kadr shu xarakter bo'lmaganda, yutqazishni yomon ko'rmaganda, og'ir qabul qilmaganda bular cho'qqini zabt etishmasdi. Xullas, ko'plab avlod vakillarini Ispaniya futbolini yaxshi ko'rishga majbur etgan. Leo Messining o'zi ham Ispaniya futboli orqali dunyoga tanildi. La Masiyada unga ishonch bildirdi. Shuning uchun Leo vaqt o'tib bu g'alabani, ya'ni bu mag'lubiyatni ham to'g'ri qabul qiladi. Hozir Zo'r telekanali 40 kundan oshdi. Undan ham baxtli boshlangan sa'y-harakatlar, chunki terma jamoamizning o'rtoqlik o'yinlari ham joyida translyatsiya qilindi. Shunday kunlar keldi. Telekanallar eng yirik kompaniyalar bilan bir qatorda O'zbekiston nufuzi uchun media maydonda faol harakat qilishyapti. Litsenzion rasmiy translyatsiyalar xarid qilinyapti. Va to'liq masshtabda muxlislar e'tiboriga taqdim etilyapti. Boya aytib o'tganimdek, oldinda bizni Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi va nasib qilsa yana turnirlar kutib turibdi. Hamkasblarga rahmat. Mana shu turnirdagi ajoyib faoliyat uchun. Chunki asosan sharhlovchilar efirga chiqdi. Efir ortida katta jamoa ishladi. Har biringizga minnatdorchilik bildiramiz. Va siz aziz tomoshabinlarga, o'zbekistonlik muxlislar dunyoda tengi yo'q. Rahmat sizlarga. Sizning aktivingiz borgan sari kuchayib hali golimizni eng yuqori cho'qqilarga olib chiqadi. Buning uchun yillarma mehnat kerak. Sho'x musiqalar boshlanib ketdi, ispanlar raqsga tushib ketishadi. Siz ham ularga qo'shiling, bu yoq endi tong yotyapti, uxlashi yo'q. New Jerseyda bayram, Ispaniyada bayram. Ispaniyaga muxlislik qilgan xonadonlarda ham bayram. Bizga ajratilgan vaqt yakunlandi. Finalni siz bilan birgalikda Davron Fayziyev tomosha qildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shunday katta turnirlarda yana ko'p yorqin uchrashuvlarda ko'rishish nasib qilsin deb xayrlashib qolamiz. Salom.